Bugungi sanamiz 5-aprel. 5-aprelda pomidorlarimiz 70 kunlik bo'ldi. Bugungi videomiz 70 kunlik yubileyimizga bag'ishlanadi. Pomidorimiz mevalari 70 kun bo'lganda juda ham shiddat bilan katta bo'lib bormoqda. Va eng muhim qilgan ishlarimizdan bittasini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Eng muhim qilgan ishlarimizdan bittasi shu bo'ldiki, pomidorlarimizda yuradigan yo'llarimizni to'ydirib suv berdik va bu pomidorlarimizga juda ham ijobiy ta'sir qildi. Buni mevalardan ko'rsak bo'ladi. Buni esa pomidorimiz mevalari va mana shunday tomirlaridan ko'rsak bo'ladi. Pomidorimizda mana shu yer yurayotgan yo'lagimiz pomidor rosti 1 metr, bu shilling tashaganimiz chuqurcha bo'lgan, bu esa shu 1 metrning o'rtasida turibdi. Bu tomondan 50, bu tomondan 50. Mana shu 50 santimetrning o'rtasida pomidorimiz tomirlari mana shunday shiddat bilan katta bo'lib bormoqda. Mana ichki qismlarini ham ko'rsak bo'ladi. Hozir kameraga ko'rinmas bo'lib turibdi. Pomidor meva tomirlari shiddat bilan mana shu namga qarab yurgan. Bu esa juda ham xursand qiladi, chunki mana shu yerdagi ozuqalarimizni ham o'ziga tortadi va pomidorimiz mevalari mana shunday katta bo'lib boradi. Pomidorimizni arig'idan sug'arishdan oldin biz tomchilash shilanglarimiz yordamida to'ydirib suv berdik va suv berganimizdan so'ng 1 tonna suvga 2,5 kilo kaliy sulfat va 1 kilo magniy sulfat qilib berdik. Bu ham pomidorlarimizga juda ham zo'r ta'sir qildi. Suv berib bo'lgandan keyin bo'ldi, bu ishni o'z yakuniga yetdi degan narsa bu juda ham xato bo'ladi. Suv bergandan keyin havo berishga juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Chunki nam ko'payganda zamburug'li kasalliklarga juda ham qulay sharoit yaratiladi va pomidorlarimizda kasallik avj olib ketishi mumkin. Suvni ko'paytirdik va biz havo berishni ham ko'paytirdik. Chunki mana shu fortchkalarimizni soat ertamatanga 8 dan havo qanday bo'lishidan qat'iy nazar ochib tashlayapmiz. Kechadan esa pomidorlarimizni fortchkalar bittadan nimasi ochiq qolyapti va 35 gradusga qo'yib katta yo'limizni yoqib qo'yapmiz. Keyin pomidorlarimiz ustilarida juda ham nam ko'payib shudringga o'xshab ketyapti turganda, keyin shu maqsadda fortchkalarimiz agronomlarimizga maslahat qilganimizda fortchkalarni ochiq qoldiring. O'shanda pomidorlar bakida shudring, haqli kasalliklar avj olmaydi dedi. Shuni biz o'zimizda qo'lladik. Bu juda ham zo'r ta'sir qildi. Pomidorlarimiz ertamatanga tongga yaqin umuman hech narsa bo'lmaganda ustida hech qanday shudring siz quruq chiqdi. Ertalabda 8 dan keyin ochganimizdan so'ng mana shu tomonimiz poni salafani ko'tariladi va havo berish yaxshilanadi. Buni esa 9:30-10 gacha buni bajarib bo'lishimiz kerak. Chunki issiqxona juda ham isib ketmasligi kerak. Ardan sovuq havo kirganda pomidorlarimizda bu yomon ta'sir qilishi mumkin va stressga olib kelishi mumkin va qaychi bayki bo'lishi ham mumkin. Shu maqsadida hamma narsani o'z vaqtida qilish kerak. Shu maqsadda juda ham e'tibor beryapmiz. Pomidorlarimiz bargini olgan bo'lsak-da, suv berib yaxshi to'g'ri oziqlantirganligimiz uchunmi pomidorlarimiz bargi olinmaganday turibdi. Buni mana shunday tepa qismdan kameradan ko'rsak bo'ladi. Pomidorlarimizda bargi olingani umuman sezilmayapti. Shu kaliyli o'g'itlardan berganimizdagi mevalari ham ancha katta bo'lib qoldi. Keyin barglari juda ham to'qarib, yaxshi tomonga ta'sir qildi. Endi keyingi ozuqamiz nitratli ozuqalar bo'ladi. Kaliy ko'p NPK ga kaliy nitrat va magniy nitrat qo'shsak yo temir yo tenza kokteyl qo'shib beramiz. Bu esa mevalarni tezroq katta qilishga va yetilishiga ijobiy ta'sir qiladi deb umid qilamiz. Yana muhim narsalardan bittasi pomidorlarimiz qizarishdan oldin sal ochiq rangga kirib, so'ng qizarishga o'tadi. Bu pomidorlarimiz mana ko'rib tursak bo'ladi, ko'kdan asta-sekin och rangga o'tyapti. Bu esa pomidorlarimizning qizarishini ta'minlaydi. Yana bitta eng xursand qilayotgan narsalardan bittasi shuki, mana shu yerimizda 250 grammdan bu deylik pomidorlarimiz 1 kilo bor. 1 kilo pomidorimizni mana shu tanasi qayrilmagan holatda mana chertib tursak bo'ladi. Tarrang zo'r ishlab turibdi. Bu esa juda ham bizni xursand qilyapti, chunki pomidorimiz mevasi og'irlashganda bu egilib mana bu yer qisiladi. Va keyin pomidorlarimizda ozuqa o'tishi sekinlashadi. Bu esa pomidorlarimiz mevalarni katta qilishga juda ham yomon ta'sir qilardi. Bizni yana shu narsa juda ham xursand qilyapti. Bu narsani mana shu pomidorimizdan ko'rsak bo'ladi, mana tanasi juda ham irik. Xuddi o'tinga o'xshab tankillab turibdi.
Bu narsani mana shu pomidorimizni ham ko'rsak bo'ladi. Tanasi juda ham baquvvat. Bu narsani juda ham ko'p pomidorlarimizda ko'rsak bo'ladi. Juda ham baquvvat. Bunisi esa odamni kayfiyatiga kayfiyat qo'shadi. Bu dehqon uchun juda ham zo'r narsa. Buni dehqonlar juda ham yaxshi biladi. Mana shu uchun bitta like bosib qo'yilsa, menimcha arziydigan meva. Mana shu qatorimiz quyoshga juda ham o'ng. Quyosh chiqishdan to botguncha quyosh tushadi, chunki bu tarafdan quyosh botadi. Bu esa pomidorimizga yaxshi ta'sir qilgan. Buni mevalaridan bilsak ham bo'ladi. Mevalari ham irik bo'ladi. Keyin mana shu barglari haqiqiy alaminani bargiga o'xshaydi. Chunki standartdan katta emas. Masalan, barglarini biz juda ham kam olganmiz, lekin o'shanda ham dona-dona ko'rinib turibdi. Shu quyosh yaxshi tutsa, pomidoriga yaxshi bo'lib borar ekan. Mevalari ham irik, nisbatan yaxshi quyosh tushgani uchun barglari ham dona-dona. Masalan, ikkita bargni orasini hisobga olsak ham juda ham katta emas, orasidagi masofa ham normalli, hammasi yaxshi ketyapti. Quyosh tushishiga ham juda ham e'tibor berish kerak ekan. Runerlarimizda nimada gap deganda, runerlarimizda ranglari har doimdek sal och, barglari esa juda ham katta. Mana shu bargni ham ko'rsak bo'ladi, mana. Ko'rib turibsiz, uchini olib tashlagan. Uchini olib tashlaganimda ham bir 40 sm, agar olmaganimda bir 50 sm bo'lar ekan. Barka olishga kelayotgan bo'lsak, barka olishimizda bizga ijobiy, Xudoga shukr, bironta bir salbiy so'kinib yozgan obunachilarimiz yo'q. Bu juda ham bizni xursand qilyapti. Hammalari qo'ldan kelgancha bizga mehribonchilik qilib, maslahatlarni beryapti. Biz juda ham ko'p narsa o'rganyapmiz. Buning uchun juda ham hamma obunachilarimizga rahmat aytsak bo'ladi. Mevalarga kelayotgan bo'lsak, alaminani mevalarga nisbatan runerda mevalari ozgina orqada. Endi hajm sifatida oladigan bo'lsak katta bo'lishi mumkin, lekin mevalari nisbatan jicha orqada ketyapti. Agar barg yoyish bo'yicha runer chempion. Runerda ham ko'rsak bo'ladi, mana tanasi. Juda ham baquvvat, egilgani yo'q, mana bu yerdan esa mana qisilgani yo'q. Bu mana mevasi ko'p. Pomidorimiz mana chekka qismida ham ko'rsak bo'ladi, mana mevasi ko'p, lekin mana egilgani yo'q. Bu esa odamni juda ham xursand qiladi, chunki yaxshi ozuqalarni o'z vaqtida agrotexnikasini yaxshi qilganimizdan dalolat desak bo'ladi. Endi runerimizni qizarishi bilan alaminan qizarishini endi o'z ko'zimiz bilan ko'ramiz. Shu dehqonlarimiz aytishi bo'yicha runer ozgina orqaroqda bo'ladi, lekin mevalari katta bo'ladi. Kilogramm ves bo'yicha runerga uncha-muncha nima yetmaydi deydi. Standartdan ozgina irikroq bo'ladi deydi, lekin runerlar standart shu 200 gramm juda chiroyli bo'ladi, qattiq deydi. Endi buni esa mevalarimiz pishganda birgalikda ko'ramiz. Runerlarimiz alaminaga nisbatan bo'yiga guli chiqarish bo'yicha jicha oldinda, chunki mana sanab o'tamiz 1 2 3 4. Bunisi 5, mana 5-gullar ham ochilyapti. Mana 6, 7-gullar ham ko'rindi. Biz chikankani olishni rejalashtiryapmiz. Qachonki 15-aprellarga bir boshdan hammasini olib tashlashni niyat qildik. Chunki runer alaminalarimizni ozgina orqada, bitta gul nisbatan ozgina orqada ketyapti. Biz chikankani tezlatishimiz kerak, chunki 15-gacha bir marta nitratli ozuqalar berib bo'yini o'stirib olamiz, qachongacha borsa. So'ng hammasini chikanka qilishni boshlaymiz 15-aprelda. Nimaga 15-aprelda deganda, 15-apreldan mayda oxirigacha bo'layotgan bo'lsa 45 kun. Eng oxiri gullagan mevalari ham mayda oxirigacha pishib ulguradi. Shuni maqsadda qildik. Shu maqsadda biz 15-da uzul-kesil hammasini chikanka qilishni niyat qilib turibmiz. Bitta nitratli ozuqadan so'ng. Bargini olishga kelsak, pomidorlarimiz bargini endi menimcha olmasam kerak. Chunki yana barg olayotgan bo'lsak, endi pomidorimiz ham endi boraydi borsa kerak. Shu maqsadda biz pomidorlarimiz mana shu 3 qismini olishimiz mumkin xolos. Endi barg olishni menimcha to'xtatamiz. Qachonki mevalari ishi bo'lgandan keyin pastdan tepaga qarab shilib olib ketaveramiz. Chunki pomidor tezroq qizarishini ta'minlash kerak. Shu maqsadda biz taydan endi tepaga qarab chiqib ketaveramiz.
Mana shu pomidorimizning eng kattasi, birinchi tugagan pomidorimiz. Qani ko'ramiz, qani birinchi qizaramigan. Bu mana shu birinchi bizni xursand qilgan pomidori. Shu chichanka qilganimizdan so'ng bizga bo'yi kerak bo'lmagandan keyin pomidorlarimizni mana shunday baklarini ponni olib tashlaymiz. Ikkinchi mevani taydan bittadan bak qoldirib, o'shangacha hammasi olinadi. Bu esa pomidorimiz tezroq qizarishini ta'minlaydi. Shu maqsadda biz tepadagi baklarga umuman tegmaslikka qaror qildik. Bizni kanalimizni kuzatib boringlar. Yaqin kunlarda shu biz maslahat olib turgan agronomlarimizga iltimos qildik. Agar videolarini qo'yishib bersa bizga, biz kanalimizga qo'yamiz va o'sha kanallarga, Telegram kanaliga qo'shilsalar, sizlar yaxshi agronomlardan maslahat olib, dehqonchiliklarning yaxshi bo'lishini ta'minlaymiz. Xudo xolasa bizga iltimosimizni yerda qoldirishmasa, shu kanallarni qo'yamiz va sizlarga silkasini tashlaymiz, shu kanallarga qo'shilishingizga yordam beramiz. Bizning maqsadimiz hech kimga o'rgatish emas, faqat o'zimiz qilgan ishlarni qo'yib borish xolos. Shu maqsadda biz qilayotgan ishlarimizni o'zlaringiz xonalaringda, ayniqsa bak olishda sirazi qo'llamasligingni iltimos qilgan bo'lardik, chunki bu hammada har xil ta'sir qilishi mumkin. Bizning kanalimizni kuzatib boring. Shu agronomimizdan biz maslahat olib turgan agronomlarimizni xudo xolasa videolarni qo'yamiz, ko'rasizlar, manzili qayerdan ular bilan ko'rishsak bo'ladi degan savollarga javob olasizlar. Endi qiladigan ishimiz pomidorlarimizni qachon qizarar ekan degan kunni kutib yashaymiz. Endi xudo xolasa tezroq qizarsa, narx-navolar shuni aytib o'tsak bo'ladi. Narx-navolar ozgina pasayibdi. Mayli, hammaga oladigan narxlarda bo'lsin, biz sotganda ham xursand bo'ladigan narx bo'lsa, har bitta dehqon uchun zo'r bo'ladi. Xudo xolasa, olqulim deb Alloh bersa, tugatguncha pomidorimiz 20 mingdan tushmay tursa, endi biz marramizga yetib borgan bo'lardik. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Xudo xolasa agronomlarimizda silkasini tashlaganimizda sizlarga juda ham katta yordami tegadi. Siz obuna bo'lganingizda bizni yangi qo'ygan videolarimiz sizga borib turadi va biz shu qo'limizdan kelgancha bergan yordamlarimizdan foydalanasizlar. E'tiborlaringiz uchun juda ham katta rahmat.